Yorqo'rg'on mol bozori, sigir bozor. Mana. Arqoni pastda qoziq qoqilmagan, o'sib turibdi, o'ta ham yuvosh bo'lgan sigir. Adaptasi yotibdi, qirg'iz aka, mana bu tamg'alar yangi bosilgan ekan tamg'asi. Bolasi nima deyapti bolasi? Kachka yo'q. Bolasi novoz. Sigir kimdan akalar? Sigir. Aka, baraka qilib pul sanayapti ekan. Ana bu yoqda. Hamas. Sog'in sigir, bolasi yo'q, balki bo'g'oz. Sigir sizlardanmi akalar? Ularda ham egasi yo'q. Mayli sigir emas. Bolasi nima ekan aka? Akamni tanidingiz? Nechta suti bor ekan buni? Bilmayapmiz, kecha tushgan Qirg'izistondan. Kecha tushgan Qirg'izistondan. Kecha kechqurun bolasida charchoq bor, bolasi ham Qirg'izdan tushgan. Bolasi nima dedingiz? Novoz. Bolasi novoz. Narxini qancha deyapsiz aka? 45 million. 45 million so'm. Enani qornida bola bormi? Bilmaymiz, yayov. Enasi yayov yurgan, qornida bola bo'lishi mumkin, 1,5 oy, 2 oylik, ya'ni uyog'i noaniq. Vallohu alam. Nomer aytib keting aka. 94lik. 309 98 97. Dastavkamiz Bor. Tagi Serop. Qirg'iz sigir yirik ekan. Bo'g'ozmi aka bular? Egasi kim? Mana egasi. Egasi olib bala. Sigir. Bolasi o'ta chiroyli bo'lgan bu qo'chib. Hoji aka qancha oldi? Ukam, qani? Bilmayman narxi. Soting. Qancha sotasizlar? 50 million kammi? 50 million kami bor. Nomer aytib ketasiz uka. Yo'q. Bolasi novoz. Ena qornida bola yo'q ekan. Mana sigirimiz ham o'ta asal sigir ekan. Pastdagi holatlari. Bolasi nozicha. Aka sotamizmi? Nomer aytib ketasiz. Ha? Nomer 93lik. 93lik 072 072 3043. 3043. Dastavkalarimiz bor-a? Tagi Serop. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tuyoqlari but-butan, qanaqa zaho yegan, shikast yegan yeri yo'q. Yashir bo'lib, yashirdan chiqqan mollar, hozirgi kunda mollar. Ana bu yerda katta yoshi 17 ga kirgan qari sigir ketyapti. Bozor o'ta tiqilinch. Sigir bozorida bunaqa odam ko'p bo'ladi deb o'ylamadim. Sotamizmi? Nomer aytib ketasiz. Nomer. Nomer aytib ketasiz. 88lik. 297 66 Dastavkalarimiz bor-a? Har YouTube'da ham mollar şey dedi, akamiz aytadi. Dastavkamiz bor-a? Dastavkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, Tagi Serop. Kimga qiziq bo'lsa nomerdagi, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasiz.
14 million? 14 million. 5 litr suti bu. 14 sigir 14 million. 5 litr suti bor. Nima aybi bor? Aybi tishi yo'q. Aybi tishi yo'q. Hech kimda ishi yo'q. Tishi yo'q. 14 million. Hech puli sotildi aka? Sotilmadi. Sigir bozorga adashib kirgan buqa. Videolarimiz like bosib kuzatish esdan chiqmasin. Aka qancha oldi? 26 million. Oldingizmi? Savdo bo'layapti. 26 million savdosi bo'layapti. Bolasi nima-yu? Bolasi qancha? Bolasi ham shikalant ekan. Enasini pichimi kichkina ekan, lekin bolasi o'ta ham chiroyli holatda ekan. Akalar push. Sigirimiz ko'rinib turibdi, bolasi Xunojon. Hojaga narxi qancha? 32. 32 million bolasi Xunojon. Enani qonida bola yo'q-a? Yo'q, bilmaydim men. O'g'amiz biz ham tirikchilikka. Akalar olib sotar ekan. Tirikchilik ish qilar ekan. Bolasi Xunojon, yoshi 8 da, eng chiqadi. nomer aytib o'tib ketasiz. 93lik. 93lik. 110 110 42 30. 42 30. Bu kimdan? Yirik sigir. Bog'iston menga bolasidan hozir ayirib shekilli bolasidan bolasini sotib, buni o'zini alohida sotdi shekilli. Bo'ldi. Sun'iy urug' limuzin qo'yilgan. Qochamiz. Assalomu alaykum akalar. Ha? Nomer ayting aka. 95lik. 078 078 85 84. 85 84. Uchovni ham birinchi bolasi-ya? Uchta sigir, uchovni ham birinchi tug'ishi, uchovni ham bolasi Novvos. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor-a? Tagi serob, kimga qiziq bo'lsa, yoshi kattaroq yoki yoshrog'ini ham topib berishimiz mumkin. Hammasi birinchi qorin ekan. Yeri sigir yeriga. Mana sigir olsam deb ko'rsatsam mana. Boshqa sigirlardan ko'ra yarim metr balandroq. Mana sigirimiz 40 million 800 ming so'mga olinganida o'zimni ko'zim yonida akalar olib sotishadi.